Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taologa hamdlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Mana doim kelib yurgan Abdulaziz ukalarimiz biladi. Har doim aytamizki, ishonasizlarmi? Qachon mana shu joyga kelsak, balkim 50 marta kelganmiz, balkim 30 marta kelganmiz. Qachon mana shu diyorga kelsak, qalbimiz to'ladi. Yig'lagimiz keladi. Payg'ambar alayhisalomning boshiga tushgan narsalar, payg'ambar alayhisalomning boshidan kechirgan narsalarni biz eslab turib, yuragimiz orqaga tortadi. Chunki shunday bir maydondamizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridagi eng og'ir kunlarini ko'rgan joydamiz. U zotning hayotiga kirar ekanmiz, eslatadigan hadisimiz Jabroil alayhisalom, payg'ambar alayhisalom xutba qilib turgan joyiga keldi. 3 ta narsada duoibat qildi. Rog'ima anfu rajulin, burni yerga ishqalsin. Xor bo'lsin, kim sizni nomi zikr qilinganda sallallohu alayhi vasallam degan so'zni darih tutsa, burni yerga ishqalsin, xor bo'lsin dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u zot Muhammad Rasululloh deyilganda sallallohu alayhi vasallam, sallallohu alayhi vasallam. Chunki bu zotni biz ustimizda haqqi juda ham katta. Bilamiz, payg'ambarimiz alayhissalom 63 yil umr ko'rgan. 63 yilni 13 yilini Makkada, 10 yilini Madinada payg'ambarlik davri bilan o'tkazdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga islom kelishidan oldin u zotni nima deb raqamlashardi? Amin deyishardi. Payg'ambar alayhisalomga o'zlaridagi bor mol mulklarini olib borib berishardi. Davlatlarini ukasiga ishonmasdi, otasiga ishonmasdi, otalar farzandiga ishonmasdi, ammo Rasululloh alayhisalomga ishonardi. Olib borib berishardi. Hatto islom kelgandan keyin ham u zotga omonatlarini berib turishdi. Ya'ni shunday bir ishonchli zot bo'lgan. Va payg'ambar alayhisalom 40 yoshga kirgungacha Makkada, Qurayshda hamma insonlar uchun eng birinchi inson edi. Bilamiz, Ka'ba qayta ta'mirlangan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hajarul Aswadni o'z joyiga qo'ygan. Ya'ni musharraf bo'lgan kishilardan, sharafli bo'lgan kishilardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam edi. U zot qachoniki payg'ambar bo'ldi, u zotga islom keldi va biz Safo Marvada aylanayotgan paytimizda Safo tepaligiga payg'ambar alayhisalom chiqdi-da, "Ey Quraysh" dedi. "Meni oldimga kelinglar" dedi. Hamma payg'ambar alayhisalomning yaqinlari keldi. Quraysh qavmi keldi va payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Agar sizlarga mana bu tog'ni tepalikning orqasida dushman bostirishlik uchun kutib turibdi desam ishonasizlarmi" dedi. Nima deyishdi? "Albatta ishonamiz, chunki sen amin bo'lgan zotsan" dedi. Va payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Agar unday bo'ladigan bo'lsa, men sizlarni Allohning azobidan ogohlantiruvchi payg'ambar bo'lib keldim. Men sizlarni Allohning azobidan ogohlantiraman" dedi. Abu Lahab nima dedi? Abu Lahab nima dedi? "Tabballaka, qo'ling qurisin" dedi. Va Alloh taolo oyatda aytdiki, "Tabbat yada Abi Lahabin va tab." Abu Lahabni va uni o'tin ko'targan xotinni qo'li qurisin dedi. Va ana shu joydan boshlab payg'ambar alayhisalomga o'zi kutmagan tazyiqlar berila boshladi. Payg'ambar alayhisalom yoshligidan katta bo'lar ekan, u zotni eng qattiq himoya qilgan 50 yoshga kirgungacha qattiq himoya qilgan kishilardan 2 kishi bor edi. Biri ayol kishi kim edi? Hadicha radhiyallohu anha onamiz. Ikkinchisi erkak kishi kim edi? Abu Talib edi. Abu Talib payg'ambar alayhisalomning amakisi edi. Hatto u zot islomda bo'lmasa ham payg'ambar alayhisalomni shunday qo'rirdi, shunday himoya qilardi. Mushriklar tarafidan kelayotgan har qanaqa tazyiqlar, har qanaqa qiyinchiliklar Abu Talibdan ketardi. Hadicha radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomni moliyaviy qo'llab turardi. Ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy payg'ambar alayhisalomni Hadicha radhiyallohu anha onamiz qo'rib turardi. Va aytardiki, payg'ambar alayhisalom Hadicha onamizni haqida aytardiki, bir kuni Hadicha onamiz kosa ko'tarib kelyapti. Jabroil alayhisalom keldi, "Ey Muhammad, sizni oldingizga Hadicha kelyapti. Bir idish bilan qo'lida nimadir bor. Kelsa xabar qilingki, Hadicha uchun jannatda ichi marvaritdan bo'lgan bir qasr qurildi" dedi. Ha? Jannatda marvarit ichi g'ovakdan bo'lgan bir qasr qurildi deb Hadicha onamizning hayotlarida bashorat qilindi. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayotli davrlarida Hadicha radhiyallohu anha onamizdan 6 ta farzand ko'rdi. Bitta Ibrohim, payg'ambar alayhisalomning Ibrohim farzandlari, 7-farzandlari Moriya Qibtiya onamizdan, qolgan farzandlari Hadicha onamizdan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 50 yoshga kirgan paytlarida
10 yil payg'ambarlik qildi. 10 yil payg'ambarlik qildi. Va u zotga va sahobalarga Makkada muhosara bo'ldi. Muhosara shundayki, Abu Talibning katta bitta bog'i bor edi. Shunday tushunaylik. Ana shu bog'iga payg'ambar alayhisalom u zotga ergashganlardi va u zotga ergashmagan, ammo u zotga qabila bo'lganlarni ham hammasini qamab muhosara qilgan edi. Ular bilan muomalani, savdo sotiqni uzgan edi. Qiyinchilik davri boshlandi. Va payg'ambar alayhisalom 50 yoshga kirgan paytlarida u zotning eng yaqinlaridan 2 kishi vafot etdi. Biri Abu Talib, ikkinchisi Hadicha radhiyallohu anha onamiz. Payg'ambar alayhisalom hayotlarida 2 marta qattiq yig'ladilar. Birinchisi Hadicha onamiz radhiyallohu anha vafot etgan paytda shunday xunda yaxshi ko'rardim. Aytdiki, Alloh taolo meni Hadicha bilan mo'tabar qildi dedi. Undan menga 6 ta farzand berdi dedi. Va Hadicha meni hayotli davrimda meni qo'llab-quvvatladi dedi. Payg'ambar alayhisalom eng yaxshi ko'rgan ayollari bu Hadicha radhiyallohu anha onamizdir. Ana shu onamiz yuzidan payg'ambar alayhisalom hayot qilmagan, ya'ni uylanmagan to Hadicha onamiz vafot qilgungacha. Va payg'ambarlikni 10-yili, payg'ambar alayhisalom 50 yoshga kirgan paytlarida Makkada Amul Huzn, mahzunlik yili deb ataldi. Ya'ni bu yil qayg'u yili deb atashdi Hadicha onamiz va Abu Talib o'lganligi uchun. Payg'ambar alayhisalomning eng suyanganlaridan ikkitasi vafot etarkan, Makkada payg'ambar alayhisalomga ko'rsatilayotgan tazyiqlar Hadicha onamiz radhiyallohu anha va Abu Talib vafot qilgandan keyin hech narsa emas bo'lib qoldi. Tazyiqlar kuchayib ketdi. Shu darajada bo'ldiki, bir kun Rasulimiz, Habibimiz alayhisalom ko'chadan kelarkan, Makkani beodob, befarosat yoshlaridan biri payg'ambar alayhisalomning ustilaridan turpoq sochib yubordi. Sochib yubordi, uyga kirib keldi. Boshlari turpoq bo'lgan, yuzlari turpoq bo'lgan, ustilari turpoq bo'lgan holatda